Yo'q, shunaqami? Bo'ldi, unda o'zim ham bugundan boshlab skachasiga qolaman. Shu ikkita приложениyani skachasiga qoling. Sizni ertalab uyqudan turishingiz va samaradorligingizni 2x ga oshirib beradi. Menga ishoning, o'zim javob. Birinchisi, bu sizni oddiy budilniklarga o'xshab signal chalib uyg'otmaydi. Aksincha, topshiriqlarni to'g'ri bajarmagunicha sizni tinch qo'ymaydi. Agar siz topshiriqlarni bajara olmasangiz, sizni oxirigacha bezovta qiladi. Bular nimadan iborat? Foto mod, ya'ni rasmga olish topshirig'i. Siz uyqudan turish uchun oldindan rasm belgilaysiz. Masalan, kuxnya yoki dushda olingan rasmni. Signal siz o'sha joyga borib rasm olib tashlamagunizcha o'chmaydi. Mass mod, ya'ni misol yechish topshirig'i. Uyg'onish uchun bittadan 5 tagacha bo'lgan matematika misollarni yechishingiz kerak bo'ladi. Masalan, shunga o'xshagan. Agar siz bularni yecha olmasangiz, budilnik sizni uyg'otaveradi. Shake mod, ya'ni telefoningizni silkitishingiz kerak. 30 martadan 50 martagacha telefoningizni silkitmagunizcha budilnik o'chmaydi. Bundan maqsad jismoniy harakat qilganingizda tezroq uyg'onishingiz uchun. Ya'ni siz ilova orqali meditatsiya va tabiat ovozini eshitib uxlasangiz ham bo'ladi. Bu budilnik sizni sekin uxlatib qo'yganidek, sekin chiroyli uyqungizdan turg'izib ham qo'yadi. Eng kulminatsion joyi bu ilovada sleep tracking bor. Bu sizni uyqungizni monitoring qilib beradi va siz o'zingizni uyqungiz sifatini qanchalik yaxshi va yomonligini bilib olishingiz mumkin. Bu приложениyaning nomi Alarmy. Bu приложениyani App Store yoki Play Marketdan bemalol skachasiga qolsangiz bo'ladi. Ha, azizlar. Endi umid qilamanki, sizlar ishga o'qishga kech qolmaysizlar. Agar bu приложениyani ikkinchisini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada telefon cho'zib yozib qoldiringlar. Biz sizlar uchun ikkinchi chassini ham chiqaramiz.